Demak, qadrli do'stlar, hozir hech kim qilmagan, O'zbekistonda hali hech kim qilmagan test qilib ko'ramiz. Ko'rdilaring, biz mana bunday baklashkaga oqova suvdan to'ldirib oldik. Hozir buni RO6 teskari osmos modelimizga ulab turib, qani qanchalik miqdorda tozalab bera olar ekan. Undan oldin ushbu suvimizni TDC tester yordamida ppm ni o'lchab olamiz. 0 necha? 639. Suvimizdagi erigan moddalar miqdori 639 ni tashkil qilyapti. Hozir bitta RO6 ni filtrdan o'tgandan keyin qani bu ko'rsatkich qanchani tashkil etar ekan. Qadrdonlar, qaranglar, hozir biz o'sha soydan olgan suvimizni vodoprovodga, haligi suv liniyasiga ulangan shlanchamizni tiqib qo'ydik. Mana bunda kelaylab qo'ydik, super kelayda. Hozir filtrimiz bu yerdan suvni olib filtrlashni boshladi. Tablosini ko'rsating operator, mana. Purify funksiyasi olib turibdi. Bu yerda hozir suv o'zi aylanyapti. Do'stlar, ko'rib turganlaringdek hozir ppm miqdori 62 ga chiqib ketdi. Hozir bu 100 dan o'tib ketish kerak, lekin bu yerda tabloyimiz faqat 2 xonali bo'lganligi uchun ikki xil sonni ko'rsatadi xolos. Aslida bu loyqa suvimiz boshida ko'rdilaring 600 dan baland chiqdi. Hozir bu yana ko'tarilyapti.